Hammaga salom do'stlar, kanalimizga xush kelibsizlar. Har doimgidek sizlar bilan mening kompyuterim kanali do'stlar. Bugungi videoda Windows 10 ga, demak, temniy rejimni qanday qilib full dark modni o'rnatishni ko'rsatib beraman. Demak, temniy rejimga qanday o'tkazardik? Настройкадан kirardikdan keyin mana personalizatsiya degan joyga kirardik va bu yerdan tsveta degan joyda, masalan, mana bu yerdan temniy degan narsani qo'ysak, temniy rejimga o'tadi. Lekin mana ba'zi bir oynalar bor, mana dispetcher zadach bor mana bu yerda, masalan, oppoq fonda bo'lib qoladi. Demak, foydasi yo'q, baribir oppoq fonda ham qolib ketadi. Yoki mana bu mo'y kompyuterda kirganingizda, masalan, C diskni svoystvasini ko'raman desangiz ham, bu yerda oppoq holatda qolib ketadi. Yana mana bu yerda bir ikkita joylar bor, masalan, WinWare. Mana bu demak versiyani ko'rsatadigan joylar. Mana shu joylar ham demak oppoq qolib ketadi do'stlar. Keyin mishkani o'ng tomonda bosganimizda mana kontekstli menyu kelib chiqadi va kontekstli menyu kelib chiqqanda ham mana bu chetida ko'rsangiz oq ramkasi bor. Mana shu ham qandaydir kolxozniy ko'rinadi do'stlar. Hozir sizlarga mana shu narsani demak to'g'irlashni ko'rsatib beraman do'stlar. Telegram kanalimda mana shu Windows 10 Full Dark Mode degan narsani demak yuklab olishingiz kerak bo'ladi do'stlar. Buni biz arxivdan chiqarib olishimiz kerak bo'ladi. Qanday chiqarib olamiz? Demak, mishkani o'ng tomonini bosamiz va извлечь всё degan narsani bosishimiz kerak bo'ladi. Va извлечь всё qilamiz. Va ko'rib turganingizdek mana shunday papka ochiladi do'stlar. Demak, papka ochilgandan so'ng biz birinchi qiladigan ishimiz mana bu yerdan Theme tool deb yozilganini, ya'ni tema tool deb yozilganini o'rnatib olishimiz kerak bo'ladi. Bunga kirish uchun do'stlar, mishkani o'ng tomonini bosib, Запуск от имени администраторni bosishimiz kerak bo'ladi. Va dani bosamiz bu yerdan. Demak, ochilgan oynadan do'stlar, biz shunchaki installni bosib turamiz hozircha. Va bu yerdan bizga перезагрузка so'raydi. Demak, kompyuterimizni bir marta перезагрузка berishimiz kerak bo'ladi. Demak, do'stlar, перезагрузка berib bo'lganimizdan so'ng endi yana o'sha papkaga kiramiz do'stlar va mana bu yerda Theme degan papkada kiramizdan keyin mana bu yerda normal degan papkani ichiga kiramiz va bu yerdagi hamma faylni demak kopiya qilib olishimiz kerak bo'ladi. Mishkani o'ng tomonini bosamiz va kopировать. Va bu yerdan do'stlar biza qayerga tashlashimiz kerak? Qaranglar. C diskka o'tamiz, Windows va mana bu yerdan Resources degan joyni topamiz. Resources. Mana Theme deb yozilgan va mana shu yerga kirib, mishkani o'ng tomonini bosamiz va вставitni bosishimiz kerak bo'ladi. Demak, fayllarni shu yerga demak joylab qo'ydim. Endi mana bu papkaga qaytamiz. Va bu yerdan do'stlar mana bu yerdan yana o'sha Theme toolga kiramiz va mishkani o'ng tomonini bosib, Запуск от имени администраторni bosishimiz kerak bo'ladi. Dani bosamiz. Demak, oyna ochilgan oynadan so'ng mana bu yerdan chiqib ketsak bo'ladi hozircha, mana bu oynalardan. Demak, ochilgan oynadan do'stlar, endi mana bu Dark 1, Dark 2 degan narsalarni ko'ryapsizlar. Bu demak tema hisoblanadi. Mana bu yerdan Dark 1 ni bosamiz va mana bu Patch and Apply ni bosishimiz kerak bo'ladi. Mana bu programmamizni ham oynasi qorayib qoldi. Ana endi tekshirib ko'ramiz do'stlar. Dispetcher zadachni ham mana ko'rib turganingizdek kontekstli menyu ham qora shaklda. Dispetcher zadachni bosadigan bo'lsak, mana dispetcher zadach ham demak temniy rejimga kirib qoldi do'stlar. Endi esa mo'y kompyuterdagini tekshiramiz. Mana ko'rib turganingizda C diskni mishkani o'ng tomonini bosamiz, Svойства va Svойствоga kirsak ham demak mana shunday qora rangda bo'ladi do'stlar. Yokida WinWare ga kirib ko'ramiz. WinWare ham demak qora shaklda bo'ladi do'stlar. Do'stlar, ko'rib turganingizda demak mana shunday tarzda qora temaga erishish mumkin. Agarda yana bitta qo'shimcha funksionali bor. Hozir mana bu yerdagi joyi agar sizga yoqmayotgan bo'lsa, demak mana bu oyna, mana shu oynani ham demak olib tashlashimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu lenta deyiladi. Mana shu lentani ham demak olib tashlashimiz mumkin. Buni qanday amalga oshiramiz? Buning uchun do'stlar, mana bu Full Dark Mode degan papkamizga kiramiz va bu yerdan Old New Explorer degan narsaga kirishimiz kerak va mana bu yerdan ushbu programmaga mishkani o'ng tomonini bosib, Запуск от имени администратор bilan kirishimiz kerak bo'ladi. Endi do'stlar, bu yerda mana bu installni
bosamiz. Installni bosganimizda mana bu yerda 3 tasiga demak galchkani qo'yamiz va mana bu yerdan ikkitasidan galchkani olib tashlaymiz va mana bu show status barni ham demak olib tashlashimiz kerak bo'ladi do'stlar. Shunchaki close'ni bosib chiqib ketamiz. Endi esa do'stlar hozir provodnikka yana bir marta qayta kirganimda mana bu yerdagi demak lentasi hozir yo'qolib qoladi do'stlar. Mana ko'rib turganingizdek do'stlar demak lentasi yo'qolib qoldi. Do'stlar endi hammasini orqaga qanday qaytarish mumkin? Mana shu narsani ham demak birdan ko'rsatib berib ketaman. Orqaga qaytarish uchun do'stlar o'sha tema toolga kirib demak o'zimizdagi oddiy temani demak tanlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda mana bitta mana Windows 11, Windows 10 deb yozilgan. O'shani apply qilsam yana eski temasiga demak qaytib qoladi. Mana bu lenta demak yo'qolib qolganini ham o'sha eski programmasiga kirib, buni ham запуск от имени administrator qilib, mana bu yerdan uninstallni bossak, mana uninstallni bosib, close'ni bosib chiqib ketamiz. Uninstall qilib chiqib ketganimizdan so'ng kompyuterimizga bitta перезагрузка beramiz. Shu bilan demak o'sha lenta ham demak qaytib keladi do'stlar. Menimcha video yoqdi degan umiddaman. Video yoqqan bo'lsa videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan esa mening kompyuterim kanali bo'ldi. Ko'rishguncha xayr.